Endi yomon xabarlar bor. Ayni vaqtda bizning ustimizga yadro bomba tushib keladi. Va birga assalom bolalar, sizlar bilanmi? Bugungi videoda men nega craftingda desam, chunki men hozir damlamoqchi oldin craftingga ana bo'ldim. Ega bo'ldim. Mer turdi. Qishlog'imizga terma yadroni portlatadi ekan. Bitta jitil negrovchi jitil вообще тупой jitil bilmasdan samolyotda uchib terma yadroni ichiga kirgizib hozir portlatmoqchi bo'lyapti. Bizda hozir 45-qishloq terma yadroni tushadi. Unda ba'zan qo'shiq vaqti keldi. Voy jitil. Jitil qani? Kiribdimi? Jitil. Eshitdingmi sen ham yangilikdan xabar? Ha, men voysha xavotir olyapman. Xavotir olma, menda bunker quraman. Sen craftingdamisan? Ha. Siz bugungi 20 minutdan keyin atomli bomba tushadi. 20 minutdan keyin. 20 minutda? 20 minutda emas. U ana 40 minutdan keyin portlaydi. Eshitmadingmi? Eshitdim, lekin 20 minutda o'yladim-da. 20 ming pulim bor, 20 mingga o'rganib qo'yaman. Qo'yma. Mayli. Obunachlar, bizda vaqt kam. 40 minut bilasizlar, 40 minut. Mana shu yerda avvalgi tushib, bitta tushsa mamnaq yoyilib ketadi bilasizlarmi? Butun qishlog'imiz yarim yo'q bo'lib ketadi mamnaq. Mana shu yerda bitta tushib yo'q bo'ladi. Shuning uchun hozir bunker qurishimiz kerak. Bizning bunkerimiz 3 xil blok ishlatamiz. Qanaqa blok desanglar, olmos. Radiatsiyaga qarshi erkitsa kerak. Hamma temir ishlatamiz, temir. 3 xil blok qurish davom etamiz. Obunachilar, like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning maqsadimiz 100 mingta bo'lish. Tak. Buyoqqa qo'ysak mana. Ya xato qo'yib ketdim. Endi vaqt kamligida. Obunachilar, bizda oyna bor. Mana bunaqa oyna bo'lishi, bunkerda oyna bo'lmaydi menimcha. Yo'q, agar radiatsiyada bunkerda tez tugab qoladi havo. Shuning uchun biz narsa elektron energiya yasaymiz. Havoda bizga zaharli havoni bu yoqqa kirgizadi, toza kirgizib beradi bizga bunkerimizga. Buni qurish davom etamiz. Tak quramiz. Tagidan obsidiandan qilamiz. Obsidian ham qattiq, lekin qo'li urusindirsa vashik qattiq tegadi qo'lga. Bizning tepamiz mana bunaqa bunker qattiq bo'lish kerak, chunki bizga terma yadro ustimizga tushsa bo'ldi, vashi sochaveradi. Shuningdek, endi mana bunaqa chiqamiz, o'rab chiqamiz obsidian bilan tomni. Agar terma yadro atomli bombalar tashib chiqsa yomon bo'ladi, lekin bizga tegsa bitta portlasa qishlog'imiz yo'q bo'ladi. Bitta o'sha tupoy askar dastidan bo'lgan. Endi uni to'xtatib bo'lmaydi. Askar chunki u Amerikada bu yoqqa O'zbekistonga kelish uchun 40 minut ketadi, prosta. Shunday nega semiz qilib chiqyapman desanglar, semiz yaxshi o'tadi. Buncha-bunchasiga himoya qilib qo'yadi. Mana bunaqa temirli fakellar qo'yib chiqamiz, o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Bunkerimizni metdan boshlaymiz. Bu yoqqa qo'ysak, yana 1 yil oldin kuni videolarim ko'rgan bo'lsanglar, atomli bomba tushgan edi. Bu nima edi? Bekor samolyotda ham
samolyotda portlatish kerak edi-da, nabrotligini boshqa joyga tashish kerak. Bizning qishlog'imizga tashimoqchi bo'libdi. Mo'ljaliga ham olmagan. Oddiy tushib ketgan, tugmacha bosilib ketganda. Ushlab qolaman deb, bitta askar ushlab qolaman deganda yiqilib tushganda. Tugmacha bosilib ketgan, tushib ketgan keyin bir yil oldin kuni уже qishlog'imiz tuzatdik. Bir yil hech ko'p vaqt ketadigan qishloq tuzatishga. Rosa chuqurga tushishimiz kerak. Radiatsiya va shi topadi bizni bemalol pastlikdan. Tak. Shuning uchun 3 xil blok ishlatamiz. Bedrock va obsidian va temir. Temirli ham g'alati qilib qo'yibdi. Bo'ldi, mana shuncha chuqur yetsa kerak radiatsiya. Qara. Tak, soat bormi? Menda soat bo'lish kerak edi. Tak. Necha bo'pti? 10-40 minut o'tdi. Voy, tez. 39 minut qo'ygan. Vaqt. Tak. Qo'yamiz. Bu safar boshqacha termo yadro bombasi. Sababi nega kichkina qilishim kerak? Chunki jitillarga o'ziga bunker bor ekan, quryapti. Yana atomli bomba tushmasin deb quryapti. Shu ichida o'tiribdi. Qilib. Bunker bilmadim qayerda ekan. O'zimizga baza qursak bo'lgani. Mana endi yoqqa bedrocklar qo'yib chiqamiz. 3 xil blok ishlatmayk, chunki biz chuqurdamiz. Chunki ko'p bizda radiatsiya kelmaydi bu yoqqa. Bedrock radiatsiya keladigan bo'lsa, mana bu yerda quyuq bo'lib ketadi, keyin bazadan chiqish kerak portlab bo'lganda. Yerga qo'yib turak fakellarni. Bedrock bilan o'rab chiqamiz. Shu. Hammasiga alohida bunker qurib chiqibdi. Do'stlar, bunker alohida. Tak, kichkina ham bo'laveradi menga. Bunchalik ham katta qilmasak bo'ldi. Endi bu yoqni buzib chiqsak. Buzul. Bizga aslaha kerak, chunki radiatsiya yomon, lekin o'zinglar ham bilasizlar, zahar bo'ladi. Shuni bilmaganlar zahar nimaligini. Zahar odamga tegib ketsa, u kuydirib o'ldirib yuboradi. Kislotalar. Shunaqa, undan battar yap-yashil zaharli-da, yap-yashil. Shuni kuydirib eritib tashlaydi nimadir. Hamma narsani eritib tashlaydi. Faqat bedrock obsidian, temir bitta o'zini uradigan bo'lsa eritib tashlaydi. Suv. Qo'yib chiqamiz. Endi suv tugidimi bitta? Tugadi va nihoyat suv. Vaqtimiz vashshi kam. Tak. Qo'yamiz. Mana. Qo'yamiz ikkita tarafga.
Bu vaqtimiz va kam obunachilar. Va like va kanalga obuna bo'linglar tez. Chunki like bossanglar biz bu yerda tik qolamiz. Agar like bosmasak tamom bo'lamiz hammamiz. Like bossanglar tik qolamiz, like bosmasanglar o'lamiz shunda. Buzamiz bu. Ya, bunker anasi yutib ketibman. Bol. Bol. Kurbuldum. To'xtanglar. Qo'ygan bo'lsam. Bayda. Endi bu yoqqa eshik qo'yamiz. Soat necha bo'libdi? Voy, ertaga tushadi atomli bomba. Voy, qo'z qorong'i bo'libdi. Soat necha bo'libdi? Soat 4 bo'libdi. Voy, reski tushadi. Tez. Qo'yamiz. Soat 4 bo'libdi. Ertalabgacha qo'shib bo'lishim kerak bular. Bol. Baba. To'xtanglar. Baba. Bol, quramiz. Mana shu joyda masalan. Baba. Mana ana shu yerdan tushiramiz. Palas. Palasam ana qattiqdan qo'yamiz. Qo'ymaymiz mayli. Ichiga qo'yamiz. Tez qo'yamiz. Ichiga. Tak. Yoqibdi kitob. Stul. To'xtanglar. Va. Yoqibdi. Dilamchidan. Tayyor. Yoqqa. Buni yoqqa qo'ysak. Oq chiqamiz gilamni ko'z qamishtiryapti bu meni. Bo'ldi. Yana mana qo'yish kerak. Ha, ovqatlar. Холодильник qurish kerak, холодильник. Qanday холодильник qurish kerak desanglar, men hozir tez quraman. Mana холодильник. Na. Obo, nega? Voy, bu. Obo, reski. Tez. Vaqtimiz kam. Qo'yil. Bo. Bol, tez. Bol. Bol. Bizda rasa ko'p suv olaman. Bir chelak suv. Biz bunkerda chanqaymiz. Hozir buni ekan qurishimiz kerak edi. Men ana havo qurishimiz kerak edi. Havoni tozalaydigan daraxt ekishimiz kerak ekan. Bo'ldi-da daraxt ekanmiz. Daraxtimizga beka umuman bunkerdan zahar topgan urab chiqishimiz kerak buni ham endi. Shuncha ish. Mayli, sabr kerak uning uchun bo'ldi.
kattaroq qilishimiz kerak faqat. Bu shuncha yetib qolsa kerak. Bo'lamiz. Toza kislorod kerak bizga. Buni ham mana o'rab chiqamiz daraxtni. Hop, ekamiz daraxt. Kislorod uchun kurash. Bo'l. Kuramiz. To'xtanglar. Hop, bu yoqqa qo'ysak, o'stiramiz. Bu yoqqa yer. Oddiy daraxt qani oddiy. Ne? Qoch. Bo'l. Mana ekib chiqamiz. To'xtaymiz. Qurishimiz kerak daraxt, kislorod. O'smayapti bu. Qani kislorod uchun narsa. Tak. Bu kislorod. Buldu. Fakir olmamız. Ve koyamız. Da. Şimdi ise bize sevgi yoka eşik. Oy, kislorod. Herhalde bir yoka. Olur. Bana mana shunaqa anavi yasadim. Tak. Ana. Oy vaqtimiz kam tepaga tez chiqamiz. Давай, pastga tushamiz. Tushdik. Soat necha bo'ldi? Soat 8:49 da tushadi. To'xtanglar, soat 8:59. 59 tushadi. Hozir tushadi. Atomli bomba. Yetilar atomli bomba bitta tushadi. Davay. Bo'ylar, davay. Bu. Davay. Bыстрее bo'ylar. Bunkerlariga kiringlar. Bo'ldi. Qoch, yetil. Aslaga solish yetildan chiqib qoch. Qoch. Pararingga chapak. Ne. Bu. Tek. Aslaga. Bizga ham to'xtanglar. Bizga. Bo'ldi. Radiatsiyaga qarshi. Voy. Sanaqa. Solamiz. Agar radiatsiyada zombilar kuchayib yursa, o'ldiramiz qilichda. Bu.
Davay. O jitillarga taylab qo'yib bitta gap. Bo'ldi 9 birda tushadi. 9 bo'ldi. 1 minut qoldi tushishga. Qoch yine davay qoch. Tak obunachilar hozir bu. Bo'ylar. Voy tushadi hozir qoch. Voy tushadi. 1 minut bo'ldi o'sha qoch. Davay. O'tiramiz. Davay. Nima bo'lyapti? Yer qimirlayapti. Yo, obunachilar yer qimirlayapti. Yo, yer qimirlayapti. Yo! Voy, boshim. Yo'qotdim. Birordim ham kunlab keldi bunker. Boshim hech bala qilmadim. Kislorod. Voy, obunachilar. Yo'qotib portladi-yu lekin. Ular keyunda saharot ketmasin menda. Yo, bu kerak. Chiqam. Kuramiz zahar. Ularda benim. Ketganimga yetib borganman, osilib chiqaman. Bunga eshigimni buzordi xatoga. Bitta dunyo qopti mana bunaqa. Ticho nima? Yana qaytadan to'g'rilash kerak. Oy, kimdan zahar o'tkazyapti meni? Oy. Kislorod, umuman kislorod yo'q. Ana daraxtlar ham zaharlanib ketgan. Oy. Qaranglar, katta portlash qaranglar, portlab ketishini. Bunachlar portlash qaranglar. Uchiq ko'rsataymi sizlarga. Terma yadroni bor, bunachilar mega tushgan deb o'ylayaptilar, mega tushganda menimcha. Lekin bitta ko'proq portlash berilgan, bitta siz uncha ham emas. Hattoki bunker ustiga tushgan deb o'ylayapti, bunker ustiga tushgan deb o'ylayapti. Voy, bu yo'q qo'rqdi. Menimcha bunker ustiga tushmagan bo'lsa, sindirib olgan qo'yib qolardim. Sindirib olgan bo'lsa. Tushunmadim. Qaranglar, bitta to'g'rilab qo'ygan edimi? Bedrock sindirdimi? Bedrock sindirdimi? Bitta to'g'rilab qo'ygan edim. Astagfirullah. Qanday bo'lib ketishi mumkin? Menimcha meni ustimga tushgan, ustimga bemor tushgan barni sochib olgan-ku. Qanday? Ay. Zahar o'tkazyapti. Kimim sinib ketdi. Voy. Kimimdan zahar o'tkazayotgan bo'lib qoldi-yu. Voy, kislorod. Voy, yetish kerak. Yet. Qoch. Sandiqqa so'ray buni. Yo'q. Nima kerak bor? Kislorod. Suv. Voy, zahar o'tkazyapti. Yo'g'on zahar. O'ydut. Oltin olma. Qani oltin olma. Yo. O'ydut. Voy, zaharlanyapman. Voy, dot. Oltin olma. Yemek. Organizmimiz kurash kerak. Voy, kislorod. Voy. Bo'ldi. Kurash tushdi organizmimiz uchun. Voy. Yo'l kisli. Obunachilar, bunkerda qiynlarda ko'chaga chiqish tavsiya bermayman. Ko'chaga chiqargan bo'lsalar, qattiq
ana qalin sahar o'tmaydigan kiyim vashshi undan zo'r, mendan zo'r kiyimlar topinglar. Oy, agar kiyiminglar yo'q bo'lsa, bunkerda o'tiringlar bir hafta. Oy. Bir haftadan so'ng. Oy, obunachilar bir haftadan so'ng bo'ldi. Xolodilnikda ovqatlar vashshi kam. Mana o'zimga olgaman ovqatlarni. Ay, juda ham ovqat vashshi prosta ovqat qolmadi. Shuncha ovqat qoldi. Oy, o'tirib siqilib ketdim bitta. Qani kiyimimni o'tga boya yuvdim. Endi almashtirdim. Boshqacha kiyim. Endi ketdik zahar o'tkazmaydigan kiyim. Magazinga borib keldim-da, uzoqda magazin bor. Voy, chiqolmayapman. Ay. Sizlar kerak bizga. Sindir. Qo'l tetib qoladi. Bitta vashshi ovozim ham past bo'lib ketdi, lekin kechirasizlar obunachilar. Qani chiqamiz. Voy. Haliyam xuddi shunaqa zahar ketganmi? Hidab ko'ramiz. Qani kapsulka bitkuri. Ye. Zahar to'xtaylar hozir. Boya bumburlay boshdan ovoz eshitdim. Degan ovoz eshitdim. Menimcha tozalab ketdim ekan. Tozalab ketdi-yu menimcha. Toza kislorod, lekin botilgan joyi tutsatmabdi. Yo'q. Chiqarib tutsatmabdi. Lekin zaharni olib ketib chiqibdi. Xayrlashlar vaqti keldi. Obunachilar, mana o'zinglar ham ko'rdinglar shu pachani portlagan joyiga terma yadroni portlash. Like va kanalga obuna bo'ldinglar degan umiddaman. Chunki bizning maqsadimiz hozir bizda bahor, haqiqiy hayotda aytyapman, bahor. Sizlarda ham bahor bo'lishi mumkin. Shuningdek, yozgacha 70 mingta bo'lsa ham mayli, yo 100 mingta bo'lib ketsak, sizlarga ham hamma modni ko'rsataman yozda. Agar ko'p like va kanalga obuna bo'lib, kommentariyada qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yib, olg'a polvonlar deb qo'ysanglar bo'ldi. Unda hammaga xayr, sog' bo'lib, omon bo'linglar. Hammaga xayr, sog' bo'lib, omon bo'ling.